Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Xudo xolasa sizlarga bugun ko'chatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hamma ko'chatlarda bu gilos ko'chati bo'ladi. Skina, amerikanskiy skina navi. Mana bu ko'rsating ko'chatni yaqinroqdan. Xudo xolasa bugun oblonka jarayonidamiz. Ishlar ketyapti qizg'in tarzda. Yondan chiqargan shoxlarni olyapmiz. Ko'chat soni 40 ming dona payvand bo'lgan. Zakaz olishni hozirdan boshlaganmiz, chunki ko'pchiligi yetmay qoldi. Oldindan hisobimizni olib, zakatlarni olib, zakasni olyapmiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar va kelinglar, ko'chat ustida ko'rishamiz, gaplashamiz. Kerakli tavsiyalar beriladi. Ko'chatlar albatta noyabr oyida eng zo'r vaqt, ekish vaqti noyabr oyida yetkazib, olib borib ekib beriladi. O'zbekistonda barcha viloyatiga o'rnashuvchi podvoyda bo'ladi. Bu qora gilosga ulangan. Bu yerda mana shaftollarimiz hamda o'rik ko'chatlarimiz mavjud. Nok deysizlarmi? Eron nokini keltirganmiz, xudo xolasa, bu yil yangi navlardan Eron nok, kiwi nok, Skina, Giant Red, Sweet Arianamiz bor. Real Tiago giloslar bu taraflar mana Real Tiagoni ko'rsating gilosni mana. Real Tiagomiz ham soni juda ham oz miqdorda. Hozirdan zakaz olish boshlaganmiz. Yarimi pashti sotilib bo'ldi. Olmalarimiz bor bu tarafda. Kelo'rasizlar do'stlar, Farg'ona quvada bo'lyapmiz. Bemalol kelinglar, ko'chat ustida gaplashamiz. Ko'rasizlar, yoqsa like bosib qo'yinglar, podpiska bosish esdan chiqmasin. YouTube kanalida kuzatayotgan do'stlar, albatta обязательно ko'rgan odam podpiska bosin. Sog' bo'linglar.